Boy berilgan foydani aniqlash ekspertizasi. Boy berilgan foydani aniqlash bu yangi tadqiqot turi hisoblanadi va Sud-iqtisod ekspertizasi bo'limida ekspertlar tomonidan ushbu yo'nalishda tadqiqotlar o'tkazilmoqda. Boy berilgan foyda o'zi nima? Boy berilgan foyda bu shaxs o'z huquqlari buzilmaganida fuqarolik sharoitida olishi mumkin bo'lgan, lekin ololmay qolgan daromadi. Boy berilgan foydani aniqlash Sud-iqtisod ekspertizasining hal qiladigan masalalari bu bank tomonidan berilgan kreditlarni o'z vaqtida foizi qaytarilmaganligi natijasida kelib chiqqan boy berilgan foydani aniqlash va shu bilan birga tadbirkorlik sohasida ham bank tomonidan o'z vaqtida berilmay yoki kechiktirib berilgan kreditlarni kechiktirib yoki o'z vaqtida berilmasligi natijasida ololmay qolgan daromadi hisoblanadi. Ekspert tadqiqoti uchun taqdim qilinadigan hujjatlarga bu bank hujjatlari kiradi, jumladan tomonlar o'rtasida tuzilgan shartnomalar, shu shartnomalar rasmiylashtirilishi doirasida, shartnomalar bajarilishi doirasida rasmiylashtirilgan hujjatlar, to'lovlarni amalga oshirilganligini tasdiqlovchi hujjatlar va boshqa bank hujjatlari kiradi.